Yaqin yillar ichida Chortoq tumani misli ko'rilmagan qiyofaga keladi desam, ishonib qo'yavering. Bu gal sizga tanishtirmoqchi bo'lganimiz esa aynan tuman markazidagi Eko yo'lakcha. Bu yo'lakchaga 45 milliard so'm mablag' ajratilgan va ayni vaqtda jarayonlar davom etmoqda. Mablag' evaziga alohida piyodalar yo'lakchasi hamda velozonalar, velosiped turargohlari, kutubxonalar va kafelar joylashishi o'rin olgan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz kuzatuvchilar. Mana biz hozir Jahon banki tomonidan loyihalashtirilayotgan loyiha qiymati 45 milliard so'm bo'lgan mana shu velo yo'lak va uning atrofidagi qurilish maydonchasidamiz va mana shu yerda mehnat qilayotgan mutasaddi akalardan birini Moskvaga tortmoqchiman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Hop, aka, aytingchi, bu velo yo'lak qancha muddatda qurib bitkaziladi, xudo xolasa? Xudo xolasa 2 oy ichida topshiramiz, harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Uzib to'la topshirasiz. Topshiramiz, xudo xolasa 2 oy. Ham yaxshi. Bu qolaversa, boshqa yana aholi uchun qanaqa qulayliklar bo'ladi atrofda? Endi atrofda asosan bizda mana bitta hovuzcha qildik. Ha, bu 7 fontan. dona hovuzcha, fontan. Keyin 7 dona hojatxona qildik. Keyin kioskalar bor, pishiradigan qilib. Ikkita undan qurganmiz. Keyin veloparkovka qildik. Veloparkovka, ha. O'yingohlar bor. U kioska deganingiz ovqatlanish shoxobchalari, shoxobchasi mavjud. Keyin ikkita stadion qilganmiz. O'yingoh qilib, mini qilib, kichkinagina qilib. Keyin o'yingohlar bor. Maylichalar P2, P3 qilib, P2 istek qilib, katta o'yingohlardan kichkina o'yingohlar bor hammasi. Xo'p, aytingchi, bu yo'lakning uzunligi qancha endi? 2 kilometr. 2 kilometr. Ha. Xo'p, mana sohil bo'yidagi mana bu joylarni nima deyiladi? Bu qanaqa joy? Mana bu selfie zona qilyapmiz, uni yangi. Selfie zona. Selfie zona bu. Tushunarli. Yoshlarimiz kelib, maza qilib, miriqib, dam olib, tomosha qilib ketadigan joy bo'ladi. Xudo xolasa shunga harakat qilyapmiz. Endi xudo xolasa omad tilaymiz. Videoni hozirroq chortoqlik tanishlaringizga ulashing, sahifamizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Eng qaynoq xabarlarni biz sizga birinchilardan bo'lib yetkazamiz.